Assalomu alaykum kanalimiz obunachilari. Mana keyingi ishimizni o'rnatib bo'ldik. Bu yerga bitta 2 qanotli eshik, bitta rom 3 ko'zlik o'rnatildi. Bular paket oyna bo'ldi. Eng toza akfa antrazitka bo'ldi. Ko'rishingiz mumkin. Mana bu romi podgonilari bilan bo'ldi. Pastlari arkafon. Bu eshigimiz 2 million 400 ga olib kelib o'rnatib berdik. Mana bu romini esa 1 million 800 ga bo'ldi podgonilari bilan. Ligirovkalar yaxshi. Ko'rishingiz mumkin. Ichkaridan ko'rsataman. Paket divoyni oqqa oq. Mana bu romi. Qirili arkafonlari bor. Rom o'rtadan ochiladi bitta. Bunga plus o'kinlarni qo'yib berdik. Juda ham zo'r chiqdi. Ko'rishingiz mumkin. Kimda shunday akfalar kerak bo'lsa, pastdagi nomerlarga aloqa chiqarasizlar. Vodiy bo'ylab dastavga o'rnatib berishlar ichida. Kanalimizga obuna bo'lib qo'yasizlar. Oldindan rahmat.